Beru chiqishi mumkin. Sizdan yana bir bor so'rayman. Ishonchingiz komilmi? Ha, mening ishonchim komil. Yaxshi, lekin bu juda xavfli bo'lishi mumkin. Odatda soyali askarlar chaqirilgandan keyin ular tirik vaqtidan ko'ra anchagina zaifroq bo'lishadi. Lekin Beru ovchilarni o'ldirish uchun yaratilgan bo'lib, anchagina xavfli. Xo'sh, men tayyorman. Beru juda xavfli raqib. Agar o'sha jangda menda davolash sehri bo'lmaganida, men allaqachon Beruning oshqozonida hazm bo'layotgan edim. Beru ovchilarni yo'q qilish uchun yaratilgan qurol vazifasini bajaradi. Beruni mag'lub qilish uchun es darajadagi ovchi bo'lish bu yetarlicha emas. Bunaqa bo'lishini kutmadim to'g'risi. Agar u Chanxinga qarshi borsa, uning g'alaba qozonish imkoniyati. Bu odamni nima qilay, qirolim? Buyuring, qirolim. U bilan jang qilishing kerak. Iloji boricha unga ziyon yetkazmagin. Sizni tushundim, qirolim. Hammasi siz aytganingizdek bo'ladi. Sonjin bu bir o'zi. Shu maxluq bilan bir o'zi kurashdimi? Ularni qo'y. Agarda uni xafa qilsang, mendan ko'rasan. Xo'p bo'ladi, qirolim. U ochildi. Bu mening imkoniyatim. Nima? U xuddi o'tgan safargidek harakatlandimi? Shu narsaga 2 marta tushadi deb o'ylayapsanmi? Qirolim menga bitta buyruq berdi. Dushmanimga hech qanday zarar yetkazmasdan uni mag'lub qilish. Men unga qanchalik kuchli ekanligimni ko'rsataman. Va uning jang qilish istagini yo'qotaman. U degani vazifa albatta.